Trigonometrik tenglamalarga taalluqli bo'lgan test berilgan tenglamaning 0,2pi kesmada nechta ildizi bor? Endi tenglamani yechishga o'tamiz. Endi birinchi usul. Buning uchun nima qilaman? Sinus x taqsim 2 plus kosinus x taqsim 2 teng 1 qilaman. Xuddi shunaqa sinus alfa plus kosinus alfa teng 1 yoki sinus x plus kosinus x teng 1 bo'lsa, buni yechishim bu 1 bo'lganda bunisi 0 bo'ladi, bu 1 bo'lganda bunisi 0 bo'ladi обязательно. Shuning uchun buni bir marta 1 ga tenglab ishlayman. Sinus x taqsim 2 ni 1 ga tenglayman. Bu 1 bo'lgan paytda sinus x taqsim 2. Kosinusimiz 0 bo'ladi, tenglama to'g'ri bo'lib qoladi. Buni yechaman. Ya'ni bundan x taqsim 2 teng bo'ladi, sinus qachon 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni pi taqsim 2 plusi 2pi n dan. N tegishli z 2 ga ko'paytirib yuborsam x teng bo'ladi. Pi plusi 4pi m bo'ladi. N tegishli z. Yani ikkinchi endi qismi kosinus x taqsim 2 1 bo'lganda qiymati sinus x taqsim 2 0 ga teng bo'ladi, tenglama o'rinli bo'lib qoladi. Ikkinchisida kosinus x taqsim 2, ya'ni ikkinchi qismini 1 ga tenglayman. Unda sinus x taqsim 2 0 bo'ladi. Demak, kosinus x taqsim 2 qachon 1 ga teng bo'ladi desa 2pi n da, ya'ni 360 gradus, 0 gradus, 720 gradus, ya'ni 360 gradusga karali burchaklarda 2 ko'paytirib o'tsa x teng bo'ladi 4pi m bo'ladi. Ya'ni n tegishli z. Bu x1 bo'ldi, bu x2 bo'ldi. Ikkita ildizi chiqdi. Endi 0 va 2pi orasidagi ildizlari sonini so'ralgan bizda. Enga butun sonlar berib ikkalasida shu oraliqqa tushuvchi javoblarni topishim kerak. Enga 0 bersam x1 pi chiqadi. Enga 1 bersam bu oralig'idan chiqib ketadi. Minus 1 bersam minus 3pi bo'ladi, bu oralig'iga kirmaydi. Demak, birinchi ildiz uchun bu oralig' yechimi pi ni o'ziga teng ekan. Endi ikkinchisiga o'tamiz. Enga 0 bersam 0 bo'lib to'g'ri bo'ladi. Ya'ni x2 teng 0 bo'ladi. 1 bersam 4pi bo'ladi, noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni oralig'iga kirmaydi. Minus 1 bersam minus 4pi berib oralig'iga kirmaydi. Demak, berilgan 0 va 2pi oralig'ida tenglamaning ikkita yechimi bor ekan. Javob ikkita. Berilgan tenglamaning javobi B. Bu test professional ikkinchi qismida olindi.